Assalomu alaykum hammaga. Bizning pochtamiz yetib keldi mana. Nasib bo'lsa, qarang nima bu. Uzoq o'ylab oxiri olib keldik argon. Argon perforator. Bizga shunaqa bemorimiz bor-da, shuni hozir shuni Qahramon tabib tavsiya beryapti. Videolarni ko'raverdik. Polartrit, revmatizm shunga yaxshi niyat bilan oldikda. Mana 3 ta maschani ro'zoyi bonus podarka qilib berdi. Korobka ichiga bitta bundan ba'zidan bitta kapsulasi. Effektini aytamiz nasib bo'lsa, agar shundan shifo topsak, sizlarga ham tavsiya beramiz.